Tuğluq Tümerxan, Abdüvali Ali. 2. bab, Kigiz astidagi chayon. Birsi tushida Parvardigardan so'rabdi. Ey qudrati ulug' Tangrim, sening nazringda 1000 yil qanchalik vaqt? 1 daqiqa deb javob beribdi Tangri uningga. Ey qudrati ulug' ilohim, sening nazringda 10,000 tilla qanchalik pul? 1 yarmaq. Ey Parvardigar, ashu 1 yarmaqingdan menga in'om qilgan bo'lsang, bo'ludi, debdi Tangri. 1 daqiqa kutib tur. Paris latifalardan. Miladiya 1360-yili Dalva ayının bir kuni. Barlas ulus begi Əmir Qazğınның həşəmətlik ordusida atdigandila başlanğan bəzmə taki tün nisbigicha davom qildi. Çedirning shigidan taki to'rigacha kang dasturxon silingan bo'lib, dasturxonning atrofiga chedir temini bo'ylab qitira yaylaq tiviti elinib tikilgan ipak yekanda silingan qo'sh yostiqlar qo'yilgan. Bəzmə taza qızıb ketgan bo'lib, nurg'un mehmon kutilmoqda edi. Ishik tuyda necha so'g'a qimiz gap so'zsiz sig'ib ketadigan, tayt uzgan deb atiladigan cho'nqur seriq kun chanachlar liqqida seriq qimizga to'ldirilgan holda tiklaklik turadi. Sarbug'i selib, yumshoq pishirilgan semiz qo'y atlari qo'llarga teri palay kiyishib olgan bokallar orqali mehmonlarga tavoq-tavoqlarda tartilmoqda edi. Bugungi asosliq mehmon Chag'atay ulusidagi 4 cho'ng huquqliq ulus begining birsi bo'lgan Amir Bayan Suldus edi. Chunki bugungi bazmiga u Amir Qamaridan Davlatnimi o'zi bilan birga elib kelgan ekan. U beshiga taqiya kiyib, ustidan salla o'rgan, uchisiga ta'tilla sarpay kiygan, pakar bo'yluq, og'zi yo'g'an, ko'zidan qulluq shumluq nishoni chiqib turadigan bir odam edi. Bazma qizg'in davomlashmoqda. Bəglərdən birisi Xan Çedirinin törüdə Əmir Qazğın barlasının o'ng yanında gediyib olturğan Əmir Bayan Sulduzga qarab qoyub, yasançıq xotunның hikayesi degan bir rivayetni başladı. Mang'ıt aymıqıda xoyi tolumu osal bir yasançıq xotun ötken iken, dedi o külüp turup. Bu xotun chiroyliq bo'lg'ini bilan shundoq bo'lumsiz ekanki, ho'rinning ho'rini, maynatning maynati, askining askisi ekan. Eri tepib bersa yeydi ekan, bo'lmasa uydan chiqmay yotadi ekan. Uyning ichi shundoq paskin ekanki, odam bosh tiqsiz darajada ekan. Bu xotun ho'rinligidan qozon yusa, yundusini chorig'i elib, yerda qo'yib qo'ydi ekan. Herkes talağa çıkıp töküvetmeydi iken, uçakka ot kalırsa külünü almaydı iken, öy süpürse süpürentisini bir bulun yığıp koydu iken, kiyimi yırtılsa yamap giyişini bilmeydi iken, öydeki açlıkını tükmenge apargılı koymaydı iken, udulluk yarmı çörgüzüp, yirikini umaşçalıdı iken, yumuşkini köylenge kümeç koy kömedi iken, 10 sarpaqda elib bersa bir haftagacha egirib bo'lalmaydi ekan. Shundaq turuqliq eriga davomli egin g'alvisi qiladi ekan. Erining topgan targinini bu yasanchi xotun isrof qilib tugitadi ekan. Puli yasanchi xotunning pardasiga yetmaydi ekan. Oxiri eri xotunidan zerikib, xetini beray desa, xotini amridan chiqqili unumabdi. Eri xat deb yurgan kunlarning birida yet kelib qapti. Yasanchi xotun yana yetlik kiyim g'alvisini qilishga boshlabdi. Eri pul yo'q desa unumabdi. Undaq bo'lsa debdi eri. Ata bozor degan kuni men seni bozorga boshlab berib deganingni qilib beray. Shuning bilan xotunning g'alvisi besiqibdi. Kunlar o'tib, ana bozor degan kunmi yetib ketdi. Eri, "Voy xotun, igin kiyamsizlar?" deb so'rabdi yasanchi xotundan. U xo'shal bo'lib, "Voy otsi, kiymam degan" debdi. "Undaq bo'lsa" debdi eri.
Bazarga eski kiyim bilen bargıl bulmaydı. Yenisini alsak, konusunu qandaq qılmız. Seni aparmısam sana qandaq kiyim yaraydıqanlığını men nädim bilay. Şoňa sen qıpyalаңaş bolgunda munu idişning içi kirip oltur, men onu öşnemge artıp bazarga aparay. Kolunga bir tal çiviqni tutquzib qoyman. Rastigi bargandan keyin ko'ngling nemani xalsa, çiviqni idishning tüşügidan chiqarib shuni ko'rsatsang, men shu kiyimni elib bermanda, sen kiyib olsan, andan idishni tashlatib bazar o'ynaymiz. Buningga qanday qaraysan? Voy, shunda qilayli, debdi yasanchi xotin xo'shal bo'lib. Andan yalang'ash bo'lib idishga tushibdi. Eri idishni o'shnisiga artib rastiga kepdi. Va süpürüp yığayın ağcam, yundi yığayın ağcam, üstü umaç ağcam, astı kömeç ağcam. Yırtıp çigayın ağcam, yatsı kopmaz ağcam, çekse pakta elip bersem heptilikim ağcam. Azını dedik yattık, şenbe dedik yattık, barça adam hit oynasa küpki kirip yattık. Dep idişini beşiden aylandırıp yerge şunda qattiq urib tikan, idish chiqilib xotini qip yalang'ash holda ham kavdak dumilab tushibdi. Buni ko'rgan xaloyiq yasanchiq xotinga nafratla yag'diribdi. Sorun ahli eliqi bagning hikoyasini anglab, qursaqlarini tutishqinicha kulib tiliqib qilishdi. Şu esnada beylerden birisi mağıt yurtidan bolgan Emir Bayan Sulduzni imlap turup, hakikaten yaman erikken o, dep külüp turup. Şuna adamның yamını mangıt, kuşunun yamını hankırt degen söz bekarga çıkmaganda, Emir Bayan Sulduz bir kızırıp bir tatırıp, oy, o kimden çıkan? Sen qayerdan anlagan edin? Şundaq yalgan narsini mo hikay dep aytamsan, dep tergibedi. Emir qazgın barlas orundan sal qımırlap koydu. Ve çaqcaq taylidan tügülüp qalgan adavet tügününü yeşip taşlamakçı bolup. Janabi Emir Bayan Sulduz, çaqcaqta kek yok, yalgandı şek. Nimege unçuvala tergisen? Dep çedirinin içini yeni baştan canlandırdı. Emir Bayan Sulduz onun bu tesellisini anlap, xeylila yeniklep kaldı da özüne derhal oňşuvelip cevap qaytırdı. Çatsız başka paqırap turgan köz, zuvansız eğizga jaranglagan söz degendek, etigenden beri bu sorunda yırtılganını yamagan, üzülgenini ulugan tüzügrek bir sözüňni anlamadık. Her qaysыңlar Emir Bayan Sulduzny qaçan putlaşarken dep paylap turuşup dikensler da? Şundaq. Tağdaki tülkini qoldaki taygan alıdı emasmı? Ha. Emir Bayan Sulduznyň kigizdek çekilişip ketken bumbur saqly, qilin burdi, çizsiz ağzını yepip turgunu bilen sözlese, külse, uttur çişlerinin ornuğa qapqara kamar görünüp qalatdi. Şuna onun bu acayip külkilik beşirsini körgen sorun ahli texmo qaqaqlap külüşüp ketdi. Bu çağda Emir qazgın barlas kolunu kötürüp köpçilikni tinchlanishga işaret qildi. Xalqimizda agar xilvat o'rnini topsa, tunguz dövge chiqidi degan gap bor, dedi Emir qazgın barlas saqilini qo'llari bilan tarab turib. Sultan Abu Saidning vafotidan keyin İran taxtida ulug' buvimiz Chingizxon nasldan şan shavkatlik so'zi o'tadigan atvarliq birarmi hukmron qolmabdi. Biroq Chagatai ulusida ahvol boshqacha. Qazanxon sultanning oxirgi yillari Malik G'iyosiddin o'g'li Malik Muizziddin Husayn barg'ansiri kuchayib, iqbalning ko'chatlari paraqsan bo'lib ketdi. Biroq tizlik bilan uning vujudida mag'rurlik, takabburlik to'planishga başladı. Aslida u ota-bobolari Chingiz shahzodalarining iltifoti va amirlarining qo'llashiga erishib, Heratda hukmronlik qilib kelganiga qaramay, o'z oldiga yurt so'rash to'g'risida eg'iz ochdi.
Аңлаған xabarlardan qaraganda, shuningdan boshlab Malik Husayinning ishlari keyingi dastlab ahvoli bag'ansiri nacharlashibdi. Qo'l ostidagilari uni taxtdan g'ulutib, o'rniga imsi Malik Baqirni qo'ymoqchi bo'pti. U bu ishni anglab, Mahara Unhayirga qechib bizning qishimizga kelib oldi. Biz uni izzat bilan kutib oldik. Ondan ba'zilarning uni o'ltirmoqchi bo'lganligini uningga aytgandan keyin biz uningga eng yaxshisi sana biror zahmat yetmasda bugun kechila o'z yurtingga qaytqining tuzuk deb aytibdik. U bizga minnatdorlik bildirib xo'shlashib Heratga qaytib ketdi. Bayatın əmirlərinin sözlərinə qulaq silib jim o'ltirgan, əmir tömür ko'ragan, tördə gidib o'ltirishgan əmir bayan Suldus bilan əmir qamaridan Doğlatqa ko'zining quyrug'ida qarab qo'ygandan keyin qo'sh yostiqqa yo'linib o'ltirgan əmir qazg'in Barlasqa mundaq dedi. Bir maqolada inanmag'il, yani işenmegen dostunga saman tıkar postunga dep aytilgan. Saltanat havisi ve yurt iliş arzusuda buluvatkan Malik Hüseyin'dek adamlarının bir iki qıtımlık işinin yürüşmesligi bilen tinjip qilishi mumkin emas. Lekin mundaq nakas adamlarga saltanat nerede turupdu? Әмір Qazg'in Barlas ko'z oldidagi bu jur'atlik yosh yigitga diqqat bilan nazar soldi. Ondan og'ziga qarab o'ltirishgan so'rin ahliga xushxo'ylik bilan ko'z yugurtib chiqdi. Bular endi Mahara Unhayirni o'zi bilan billa idora qiladigan odamlar edi. Xuddi burgut bilan kaptarlarga o'xshaydi degan xiyol uning ko'nglidan kechdi-yu, ammo darhol bu xiyolni tuzatdi. U nimishqa kaptar bo'lsin? U menga o'xshash burgut, yanib kelib qiron burgutda. Hurmatli Ulusbegi janoblari, deb so'radi u yenidagi o'rinda o'ltirgan Amir Bayan Suldusdan. Ha, sen bugun yana qandaq yangi xabar elib kelding? Hürmetli taqsir, men bugun sening oldinga necha vaqtdan beri laneti qara tapan malchi Tuğluq Tömürning beshimizga salgan jabr zulmlarining asosiy chiqimlarini qandaq to'ltilish haqida kelganman. Hürmetli Ulusbegi, hech bo'lmasa sen aytib ko'rgunchi, dedi uning so'zini tushunmagan Amir Qazg'in Barlas. Qara, mushu so'rinda o'ltirganlar bu nima chiqim bo'lg'iydi deb so'zingni tushunolmasdan xijolat bo'lib turishayotganini ko'ryotamsan. Bizni nima qildaysan? Tuğluq Tömürni haddidan oshirayotgan odam marhum Ulusbegi Amir Bulaji Doğlat edi u. Chag'atay mamlakatining xalq saltanatida seningmi, meningmi hassimiz bor edi u. U qaysi birimizga zo'rlik qilmay, xorlik ko'rsatmay, hokimlik qilib yuriydi. Sen zade nima demoqchi? Aytqandim-ku sana. O'zingdan chiqqan dushman yiroqda emas, balki qishingda. U mushu qara tapan malchi Tuğluq Tömür deb. Amir Bayan Suldus qurib ketgan levini yalab qo'ygandan keyin so'zini tamomlashtirdi. Sen mize vaqirsa ün yetmeydigan, qarşı köz yetmeydigan, nadiki bir yerdeki Malik Hüseyin'nin işlerini sözlep gityatsan. Qo'ya uni. Mavu Tuğluq Tömür degan qar tapan malchini qandaq qilganda aramizdan ko'tirish tashlash mumkinchiligi haqida so'zlayli. Endi yengishning tug'i sening bilan mening qo'limda. Biz Mübada sen başlamçılık bilen arnımızını aklaş üçün yeniş tuğunu kötürüp çıksanglar, tutkan yerde kolumuz, çişligen yerde çişimiz kessin. Bu işte bizge bunu Emir Qamaridan Doğlat. Yardam kolumunu sunumayan dep bu yerde olturuptu. Şundak o Emir janapları. Bu çağda Emir Qamaridan Doğlat çakallık bilen orundan turup Emir Qazg'in Barlasqa ta'zim qildi. Uning qo'lini ko'ziga surtib so'ygandan keyin yana shundaq chaqqonlik bilan yerga cho'kib putunimi so'ydi, ondan o'rindan turib
Ey halqa ey muslimin, Emir İslam Ulusbegi janoblari, dedi u qo'l bog'lab. Sizning shijoat va qahramonligingizga yiroqdan oshini bo'lib, astaningizning busug'isini so'ysam deb huzuri muborak keldik. Emir qazg'in uning til yog'limi so'zlarga ancha eranishib ketmay, "Xush kelibsan" deb og'zining uchida so'rab qo'ygan bo'ldi. "So'ramay qo'yingchi, boshqasini aytib nima qilay?" dedi u kuchlanib. "Men to'kmatga uchrab qapanlarning jami masjidiga o't qo'yish voqeasiga chetilib qolgandan keyin tug'luq Temirning taqibiga uchrab, yolg'iz beshimni elib, man qishloq tarafga qarab qechishga majbur bo'ldim. Mo'yin qumchulligida g'arib musofir bo'lib, ming bir jafolar bilan safar qilib, putqonlarim ushibmi ketdi. Shundoq qilib, judab quloqlarimdan kun ko'rindigan bo'lib qolganda Aran Suldus eliga ulashdim. Ulusbegi Amir Bayan Suldus janoblarining beshimni silab, menga atidarchilik qilganlari sharofatidan mana hozir sizning huzuringizda o'tirishga musharraf bo'ldim. Uning so'zini anglab, Amir qizg'in barlas cho'nqur istizo bilan: "So'ylang yo'g'on bo'lg'ini bilan ishlatadigan yerni bilmaysan-da?" deb g'udirab qo'ydi. "Aytqining kelgay Ulusbegi janoblari", dedi Amir Bayan Suldus uning so'ziga javoban. "Tug'luq Temirni aramizdan irg'itib tashlaydigan fursat pishib yetilmoqda. Attang ay, chashqan yilidagi qurultay eng obdan fursat edi", deb Amir qazg'in barlas o'z barmog'ini o'zi tishlab, yolg'iz ko'zini yerga tikib, beshini chayqab qo'ydi. Afsus, shu chog'da yaxshi tayyorlik qilmay, g'aflat qolgan edik-ku. Afsuslanmag'in taqsirim. Shu chog'dagi niyating yanala niyat bo'lsin. Fursat texi o'tib ketgani yo'q. Endi qanday fursat bo'lsin? Fursat texi oldimizda", dedi Amir Bayan Suldus sirliq kulib. "Biz hammadan avval jitalarning vakili Bagchakni haydavasak, Tug'luq Temir cho'qim ustimizga lashkar tortib keladi. Jita lashkarlari shuncha yiroqdagi Olmaliqdan bu yerga kelgandimi 30-40 kunda Aran yetib kelalaydi. Ularning yerib-ichib kelishiga biz bir tegish qilsaqla, jitalarni o'ng'ayla terib-eran qilib tashlaymiz. Qolay fursat degan mana mushu emasmi? Jitalarning 3 lak askarini terib-eran qilib tashlayolg'idek bizda nima undaq kuch bo'lsin? Shuning uchun hozirdan boshlab lashkar tayyorlashni boshlayotishimiz kerak." Uning isyon tusini olgan so'zlari Amir qazg'in barlasini cho'nqur o'yga selib qo'ydi. "Tishlagan ishdan o'ch olaman deb menmi tishlasam, meningda yana qanchalik qadr-qimmat qoladi. U olamga borganda Chingizxon bilan Chag'ataylarning oldida qanday javob bersam?" Amir Bayan Suldus haddidan bak eshib ketdi. deb g'udrashdi cho'rindiki ba'zi amirlar uningga anglitib turib. Sayda sani yo'q, qumda izi yo'q, nadiki bir nimalarning xo'ja akisiga saloq berib ketayotganini. Shu emasmi? Bir ahmaq otisi o'lib mirosxo'r bo'ldim deb gidib yurdi. Bir ahmaq xotin o'lib er bo'ldim deb maqtanib ketdi degan ulug'lar. Amir Bayan Suldus so'rindikilarning o'zining nomiga qartib aytayotgan ta'ni so'zlarini qasdanga anglamagan qildi va Amir qazg'in barlasga qarab: "Hurmatli Ulusbegi, sen Chag'atay ulusining avvalgi shon shuhratini keltirish ishiga boshchilik qilish uchun ko'krak kerib chiqishing kerak." Biroq Amir qazg'in endi uning talpatish so'zlariga quloq solmadi. U bir apqur qimiz uchun bunchalik nasihat qilish ortiq emasmikin uningga deginicha achchiqi bilan qo'lini silkidi. Atsi Amir Bayan Suldusni yo'lga silivatgandan keyin Amir qazg'in barlas Amir Temir ko'raganni o'zining xabgohiga chaqirib, tunugunki pasmida Amir Bayan Suldus bilan o'zining o'tirsida bo'lingan suhbatga uning qanday qaraydiganligini so'radi. Amir Bayan Suldus ichimlikka berilib ketgan nadon bir kishidir, dedi Amir Temir ko'ragan. Amir qamaridan do'g'lat bo'lsa hiligar odamdir.
Onun küçüden paydalanıp, Tuğluq Tömürxanni aradan kötürüp taşlap, ornuğa öz taxtga chiqmoqchi. Kim bilmaydi onun bu qarniyatini. Biroq Amir Bayan Sulduz onun sözünü bek anlap ketmegeniken, hala bugün o Ulusbegi janoblarga teximi cho'ngroq tapan tuzaq qurib, ko'ngillarining maylini o'ziga ram qilmoqchi. Bu chaqda Amir Qazg'in Barlas o'zi chazaq qurib o'ltirgan yipak yekandas ostidan bir parcha xatni ilib Amir Temur Ko'raganga sundi. Amir janoblari, bu Amir Qamariddin Dug'latning menga yozgan xati. O'qib beqing, dedi. Amir Temur Ko'ragan Ulusbegining qo'lidagi xatni ilib o'qidi. Uningga mundaq yozilgan edi. Hazreti Ulusbegi, buningdan 10 yil ilgari Chag'atay ulusining Xaqanliq saltanati sizga mansub edi. Shu chaqda rahmatlik ag'am Amir Bulaji otasining kim ekanligini bilgili bo'lmaydigan shu qartapan malchiga yon besib Xaqanliq saltanatining taxtini uningga so'yib elib berdi. Bu ishning xato ekanligini tarix isbotladi. Chag'atay mamlakatida dini İslam harap olmakta. Macusi butparastlar nasaralar üstünlükni egallamoqda. Halbuki biz qudratlik Xaqanning qo'l ostida bo'lgan bo'lsak, bunda holatga tushib qolmas edik. Men necha vaqtlardan beri zamonning rahimsizligi tufaylidan sargashta bo'lib yurgan edim. Alhol Ulusbegi janoblarining kang qo'rsaqligidan xabar tepib, go'yo meningdek nimjon bir odamga boshqalardan jon kirgandek bo'ldi. Magar menga jahonni yo'ritquchi yorliq qandoq berilsa, xizmatlarga tayyordirman. Chunki har qandoq joyda qo'lidan ish keladigan mardlar va jahonni o'z ilki tuta oladigan aqllar bo'lsa, xaloyiq uning qishig'i yig'iladi. Uning dushmanlarini g'aflat, mag'rurlik, xatolik, buzuqlik illatlarga duchor qiladi. Yiroqni ko'radigan kishilarmi, ko'r, qulqi yengil kishilarmi g'as bo'ladi. Ota o'g'il bilan bir tuqqan bilan dushmanlashadi. Amir Temur Ko'ragan xatni o'qib bo'lgandan keyin so'g'uq kulib qo'ydi. Mushtabda uning butun qaddi qomatida, boshqa odamlarda, kishilarda intayin kam uchraydigan alayda bir ulug'liq alomati namoyon bo'lmoqda edi. Amir Qamariddin Dug'latning qalbi yilonning zahri bilan liq to'lgan. Buning qalb uning egisining va uning dipiga usul o'ynaganlarning hamma istidatini isrof qilib, eng oxirida o'zini halok qiladi, dedi xatni Ulusbegiga uzatdi. Amir Bayan Sulduzmu kim burundan yetilsa shuning orqasidan ketavermas, dedi Amir Qazg'in Barlas uning so'ziga toza erangishib ketmay. Hurmatli Ulusbegi janoblari, biz ularni bu ishdan to'sqinimiz tuzuk, deb ko'z qarshini bildirdi Amir Temur Ko'ragan. Ya'ni demoqchimanki, qulqimizni tinchitish uchun xonga aytib, buni Amir Qamariddin Dug'latni Mo'g'ulistonga ketkazayotganimiz yaxshimikin? Amir janoblari qandoq deysiz? Bizga tulkining terisimi kerak emas, sesig'imi kerak emas, dedi Amir Temur Ko'ragan. Men bultur Amir Qamariddin Dug'lat Sulduz eliga panohlab kelgandila, uning bu eli nayranglarini Amir Bayan Sulduzga tushundirib, agar uning so'ziga kiraversa, qandoq balolarga uchraydiganligi haqida bishorat berib qo'ygan edim. Lekin u Amir Qamariddin Dug'latning yog'limi so'zlarini so'zimdan ortiq bildi. Haqiqatan Amir Bayan Sulduzning o'zi toza bir ahmoq ekan, dedi Amir Qazg'in Barlasmi uning so'ziga qoyil bo'lib. Amir Qamariddin Sulduz eliga qechib kelgandan keyin Ulusbegi har bir ishda ashu kazzob bilan maslahatlashadigan bo'lib oldi. Bizni texi ko'zga ilmaydigan bo'lib oldi. Masalaning tuguni dal mush yerda, dedi Amir Temur Ko'ragan. Amir Qamariddin Dug'lat kelmasda Amir Bayan Sulduz Tuğluq Tömürxan saltanatidagi 4 cho'ng huquqliq ulusbeglarining birisi edi. Uning ustiga Chag'atay ulusi har qitim ham tiklaganda u siz bilan ham nafas bo'lib, taqdirdosh bo'lib kelgandi. Biroq qachonki ashu tijmal uning qo'noq bo'lib keldi, shuningdan beri siz bilan bizni zodi ko'zga ilmas bo'ldi.
Bu sözünüz to'g'ri, dedi Amir Qazg'in Barlas. Ko'nilar ach ishning kaynini lalmisht yalaydi deb nayt to'g'ri aytgan. Shu emasmi? Amir Bayan Suldusning ashu Amir Qamariddindek sandi bor, hamdamda yo'q bir tejmalga g'amxo'rlik qilib panohlik bergini nimasi? Tuğluq Tömürni Çağatay ulusuning xalliq saltanat taxtiga Do'g'latlar yo'lab chiqargan. Amir Qamariddin bilan xon o'tirsida janjal chiqib qolgudek bo'lsa, xuddi o'z vaqtida biz bilan xon o'tirsidagi janjalda Amir Bulaji Do'g'lat boshchiligidagi Do'g'lat amirlari xon tarafida turganidek, ko'p sonliq Do'g'lat amirlari bu qitimmi yanila Tuğluq Tömür tarafida turdi. Şunu biz bu janjalda hem Amir Qamariddinning ishtimi bo'lmasligimiz, hem Do'g'latlarning kuchkimi bo'lmasligimiz lozim. Eng yaxshisi Amir Qamariddin bilan Tuğluq Tömürni bir amal qilib aplashtirib, uni Almaliqqa xonning yeniga ketkizib o'tishimiz lozim. Amir Qamariddin Almaliqqa ketsa, uning nersidagi ish bilan bizning karimiz yo'q. Meni desa o'lishib ketsin. Amir Tömür Köragan Ulus Begining so'zlarini anglab, istizo bilan meqida kulib qo'ydi da, ortiqcha gap so'z qilmadi. Tuğluq Tömürxan 2-bab Kegiz astidagi chayon 164-batdan boshlandi. Tunugundan beri qattiq yig'iyotgan yomg'ir bugun tush qayrilganda to'xtab havo ichilib ketdi. Quyosh pallida chiqib yer jahonni isitdi. Biroq necha vaqtdan beri yavash tinish oqadigan Ceyhun daryosi suvi sal to'lib loyqalashib dolqillab iqvatdi. Bir gün Salih saraydagi ordusidan yo'lga chiqqan Amir Qazg'in Barlas shikar qilish uchun 10-15 mulozimni boshlab tunugun kechda texi tinch yavash iqvatgan Ceyhun daryosidan bu yoqqa o'tib bo'lishiga birdilla havo tutilib guldirmami guldirlab chaqmoq chiqilishga boshladi. Uzoq o'tmay osmondan zaminga chilaklab to'kilgan yomg'ir quyilishga boshladi. Qari yomg'irda qolgan Amir Qazg'in Barlas mulozimlarga Ceyhun daryosining janubidagi bir to'qayliqqa chedir tikishni buyurdi. Ular shu yerda yomg'irning to'xtashini kutib bir kecha to'nashga majbur bo'ldi. Ertesi tushda yomg'ir to'xtab havo ichilgandan keyin mulozimlar o'l bo'lib evib ketgan narsa keraklarni quritish uchun yeyivatdi. Tabiat go'zal tusga kirgan edi. Dalada buluq o'sgan o't cho'plar, rangarang ichilib ketgan dala gullari, ko'k osmonda yayrab uchishayotgan qushlar jonga ajoyib huzur bag'ishlaydi. Tabiatning go'zal manzarasiga qarab to'ymagan Amir Qazg'in Barlas shu kunki kunning qandoq kash bo'lib ketganligini sezmayli qoldi. Qosh qarayib, ko'z bog'langan chaqdagi ashu mash'um tun pardasi ichiga ulardan boshqa yana ma'lum maqsadlari yo'lida paypetak bo'lib yurishgan bir necha odamlarmi yoshiringan edi. Ular başqalarının hayatlık ipini üzüşünü məqsəd qılğan bir top qatillar idi. Bu topның arasında Amir Qazg'in Barlasның küyü oğlu, Ornat qabilesidən çıqqan Qutluq Tömür Burulday oğlu deb atıladigan bir kişi bilan Amir Bayan Suldusның yaqin 2 sarkardarımı bar idi. Aslida Amir Bayan Suldus bilan Amir Qamariddin Do'g'latlar Amir Qazg'inining Salih saraydagi ordusidan qaytib chiqqandan keyin darhol Samarqandga qaytishgan edi. Ular o'zlarining isyon ko'tirish planining Amir Qazg'in Barlas tarafidan rad qilinganini ko'rib, darhol uni qaslashga kirishdi. Ular bu suiqasdni ishga oshirish uchun necha vaqtdan beri aplik fursat izlab yuratdi. Buning uchun Amir Qazg'in Barlasning qari niyat kuyi o'g'li Qutluq Tömür Buruldayni nurg'un oltinga setib olishdi.
Qutluk Tümür Burulday uzaqdan beri qiynatısı Əmir Qazğın Barlasının əmirlik ornuğa köz tikip yürətdi. Şoňa haq huquq üstüde gap söz boluvatqan әni şu mezgillerde bu suiqasçılar arasındaki türlük uçuruşlar, xufiyani söhbetler, ahdu paymanlaşışlar arqılıq meydanğa kelgen yıqıllıq ot uçqunları ularının dimiqidiki hakimiyetçilik tutunu teximi ulğaytıp şundaq yalqullatdı ki, xuddi Əmir Qazğın Barlas ölüp hayatlıq yipi üzülsüla bütün mahara ünhə yerinin hükümraqlıq huquqi ularga oňçy qalıdığandek bilinip getdi. Əmir Bayan Sulduz ve Əmir Qəməriddin Doğlatның altıны bilen vədisiga işengen Qutluk Tümür Burulday qıynatısının bundan 3 gün ötkenden keyin Ceyhun Daryasının janubidagi Toqaylıqda şikar qılıdığanlyk toğrusydaki sırtmyqyny ularga yetkizdi. Bu xəbərini anlap Əmir Qəməriddin Doğlat şundaq etdi ki, Əmir Qazğın Barlasının Salih saraydaki ordusydan ayrılıp Ceyhun boyuğa ovğu çıqışı bizning onunğa qol silişimiz üçün tepilgusuz yaxşı fürsətdir. Mubada bu fürsətdən faydalanmaydigan bolsaq, günlərinin biride bizge əfsus barmağımızını çişləşke toğru kelip qilishi mümkün. Onun sözünü anlayan Əmir Bayan Sulduz özünün en yakın 2 sərdarını bir neçə adımı bilen koşup Qutluk Tümür Buruldayның qişiga əvətdi ve Əmir Qazğın Barlasqa Ceyhun boyuda qol silinglar dep körsətmə berdi. Qiynatısı Əmir Qazğın Barlasının 10-15 mülazimlerini ilip Salih saraydaki ordusydan Ceyhun boyuğa şikar qilish üçün yolga çıqqanlığını körgen Qutluk Tümür Buruldaymu Əmir Bayan Sulduzның adamlarını başlap yani bir yol arqılıq Ceyhun boyudaki heyliqi Toqaylıqqa qarap yürüp ketdi. Başqa çağlarda düşmanlarının tuyuqsuz hücumundan saqlanış üçün davamlıq savut bulğularını yeşməsdən səgək uxlaydıgan Əmir Qazğın Barlas şu günü bək herip ketkenmi qandaq savut bulğularını bütünley yeşip taşlap, ezilip qattiq uxlap ketdi. Aysız, yulduzluq keçide ətraf cimcit pinhan idi. Tün nisbidin ötkende uduldiki yoğan qoram taşının daldısıdın yüzüge niqab tartqan 4 ardam Əmir Qazğın Barlas yatqan çigit çedirga şipqap keldi. Ulardan ikisi taladı qilip, qalğan ikisi Əmirning çedirga kirdi. Gayri tevişini anlap çöçüp oyğanğan Əmir Qazğın Barlas qaysın dep vaqırap urnudan turuşu bilen taňla heyliqi 2 niqablıq 2 adammu Əmirge yopurulup kelgen peti qoludaki xanjar çoqmaqları bilen taňla hücum qilishdi. Əmir beşiği qattiq tekken çoqmaqның zarbisida qarşılıq körtüşkümü paylay almasdan palaqqıda yerge yıqıldı. Andılla onanga berilgen yana bir əcellik zərbə yürekiga şiddet bilen urulgan xanjar bilen onun közüdeki nur əbədi öçüp xiralışıp qaldı. Əmirning qanıdan etilip çıqıvatqan qan çaçırap birdemdila çedirini boyap taşıldı. Şunçilik tezlik bilen başlanğan bu qanlıq vəhşilik yani şunçilik tezlik bilen ahırlaşdı ki onun davam qılğan vaxtı 4-5 daqiqigimi yetmegen idi. Əmir Qazğın Barlasның çediridən anlanğan şapur-şupur, palaq-puluq avazdan qalğan mülazimlar oyğunup dərhal ayaqqa turuşqan bolsumu, amma bu qan içkör qatillarının qoludaki çoqmaqlar qaraslap beşiği tekkende ularmı nemi qilishini biləlməy məngdəb turub qilishdi. Amma dərhal uşığı kilişip, quruq qolları bilen heyliqi qatillarga yepişip, ular bilen can tikip ilişdi.
Qadıllardan bir ikisini yıqtışqa qadir buluşdu. Ularning qurali bilan qurallangan mulazimlar texmu ruhlanib başqa qatillarga hujum qilishdi. İntiqam hujumiga uchirgan bu qatillar endi davamlıq elishishga jur'at qilolmasdan ajizlik qo'li bilan qichish itkini tutib, qilich sug'urish o'rniga qalqonnimi tashlab qochdi. Әтісі әмір қазғын барласының suiqasga uchrab qaza qilganligini anlagan bəg əmirlər və mərhumның yaqinlaridan bir top kishi heliqi qatillarning arqısıdan at silib qo'g'lab Qunduz atrofida ularga yetishib oldi da ularni qo'rshib olib hammasini intiqom qilichidan o'tkazdi. Bu haqdagi tafsilotlar uchun Sharafiddin Ali Yazdining Zafarnoma degan asriga qarang. Millatlar nashriyati Beijing 2007-yil 9-oyning 1-nashri 55-56 betlarda. Sharafiddin Ali Yazdi Eronning Yaz shahriga ancha yiroq bo'lmagan Tafid degan yerida tug'ilgan. Miladiya 1954-yili Yazdida vafot bo'lgan. Tarixshunos Zafarnoma degan mashhur asarning avtori. Nazm: Darvoza munar va barudin nishon qolmadi. U dardning davosiga imkon qolmadi. Bu shundoq bir saroy edi omonat nabob, bir yiqi taltugus, bir yiqi xarob. Birsi qurilgan egizga, birsi edi pasta. Birsi hashamatlik, birsi vayrona. Kelgin bu arzimas tondan voz kechayli, ilm yordamida bir jahon egilayli. Chunki uning shodligi abadiylikdir. Bu avod g'amdak emas, u fanilikdir. Sharafiddin Ali Yazdi. 2-bob oxirlashdi.